Assalomu alaykum YouTube muxlislari, kanalimiz obunachilari. Amaliyotchi psixolog Hasanov Bekzod NLP ga oid bo'lgan mavzular bilan tanishishda davom etamiz. Bugun biz sizlar bilan NLP ni ustuni hisoblangan NLP presupozitsiyalari bilan tanishib chiqamiz. NLP presupozitsiya NLP ni iqrorlari desak ham bo'ladi. NLP presupozitsiyalar har xil mualliflar tomonidan har xil talqin qilinadi. Ya'ni soni jihatdan. Misol uchun Bob Boderhammer va Michael Hall'ni 22 ta presupozitsiyasi bor. Yoki Robert Diltz 12 ta presupozitsiyasi bor. Va John Grinder, Richard Bandler'larni 10 ta 11 ta presupozitsiyalari bor. Biz aynan bugun NLP da 10 ta asosiy presupozitsiya bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni birinchi presupozitsiyamiz nima deydi? Xarita hudud emas va boshqa bir xaritaga teng emas. NLP da shunaqa model bor, ya'ni raport, kommunikatsiyaga kirish va notanish insonlar bilan tez, ongsiz ishonchni shakllantirish uchun aynan bu presupozitsiya bizlarga kerak bo'ladi. Bu presupozitsiyani tushunish uchun biz ko'zi ojiz donishmandlar rivoyatini esga tushirishimiz kerak bo'ladi. Rivoyat quyidagicha bo'lgan. Ko'zi ojiz donishmandlardan fil nimaga o'xshashligini so'ragan va har bir donishmandga filni ushlab ko'rish taklif qilingan. Har bir donishmand filni ushlab ko'radi. Kimdir filni oyog'idan ushlaydi, fil bu ustun deydi. Kimdir filni qulog'idan ushlaydi, fil bu palma deydi. Kimdir filni dumidan ushlaydi, fil bu ilonga o'xshatadi. Demak, bu rivoyatdan ko'rinib turibdiki, har bir donishmand filni qaysidir nimagadir o'xshatyapti. Va har bir donishmand o'zicha haq. Lekin fil bu palma ham emas, fil bu ustun ham emas, fil bu ilon ham emas. Ana bu nima degani? Demak, bizlarni tushunchamizda, ya'ni NLP ni tushunchasida fil bu hudud, ana fil to'g'risidagi tushunchalar, ya'ni donishmandlari xaritasi. Davom etamiz. Ikkinchi presupozitsiyamiz har qanday muloqotning mazmuni vujudga keladigan reaksiya bilan bog'liq. Bu presupozitsiya butun NLP ni kommunikativ modellarini o'z ichiga oladi. Ya'ni tasavvur qiling, misol uchun hayotda shunaqa voqea bo'ladi. Biz kimnidir xursand qilmoqchi bo'lamiz. Ba'zi vaqtlarda nima qilamiz? O'sha insonni xursand qilamiz deb xafa qilib qo'yamiz. Lekin bizlarning presupozitsiyamiz nima deb aytyapti? Har qanday muloqot mazmuni vujudga keladigan reaksiya bilan baholanadi. Demak, agar biz o'sha insonni xursand qilmoqchi bo'lgan bo'lsak, biz o'sha xursand qiladigan darajada xatti-harakatlarni qilishimiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda nima qilamiz? Biz muloqotda maqsadimizga erishamiz. Agar muloqotda biz kutgan natija bo'lmadimi, demak biz o'zimizni xatti-harakatimizni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Uchinchi presupozitsiyamiz. Ong va tana bir tizimning elementidir. Mana bu presupozitsiya bizlarga nima beradi? Demak, biz ongimiz bilan tanamizga, ya'ni tanamizni funksional holatiga ta'sir ko'rsata olamiz va tanamiz xatti-harakatlari orqali, ya'ni ongimizga ta'sir ko'rsatishimiz mumkin. Biz bilamiz-ku buni deyishinglar mumkin. To'g'ri, buni har bir inson biladi. Ana NLP da kalibrovka, ya'ni kuzatish modeli bor. Aynan bu presupozitsiya o'shani to'ldiradi. Demak, tasavvur qiling, siz kim bilandir gaplashib o'tiribsiz, kim bilandir muloqot qilyapsiz. Muloqot qilganingizdan keyin boshida sizga u inson xayrixohlik bildirdi. Demak, sizni gaplaringizga qo'shildi, gaplaringizga ma'lum miqdorda rozilik bildirdi. Siz nimadir dedingiz, nimadir degandan keyin u inson
qanaqadir sizdan shubhalanishni boshladi. Demak, o'sha shubhalanish fikri kelgandan keyin o'sha insonni nima bo'ladi? Tanasida o'sha narsani biz ko'ramiz. Ya'ni bu insondagi tana tilini o'qishga bizga yordam beradi. Davom etamiz. G'alaba va mag'lubiyat yo'q, faqat qayta aloqa mavjud. Ya'ni bu presupozitsiya NLP'ning qaysi modeliga asoslanadi va qaysi modelni to'ldiradi. NLP'da maqsad qo'yishda ijobiy shakllantirilgan natija degan model bor. Ya'ni biz maqsad qo'yadiganda aynan shu ijobiy shakllantirilgan natijaga qo'yadigan bo'lsak, biz maqsadga borish yo'limiz osonlashadi. Bu presupozitsiya aynan shu modelni to'ldiradi. Ya'ni bu presupozitsiya nima deb aytyapti? Tasavvur qiling, biz maqsad qo'ydik, maqsadimizga erisha olmayapmiz. Bo'ldi, biz mag'lub bo'ldik. Men bu maqsad meniki emas ekan degan xayol insonni bezovta qiladi. Bu presupozitsiya nima deb aytyapti? Yo'q, g'alaba ham yo'q, mag'lubiyat ham yo'q. Faqat qayta aloqa bor. Demak, misol uchun biz nimadir natija qo'lga kiritmoqchi bo'ldik, lekin natijaga erishmayapmiz. Lekin shunda ham nima qilyapmiz? Biz o'zimizga tajriba orttiryapmiz. Bunga Thomas Edisonni misol keltiramiz. Thomas Edisonda so'raydi. Siz misol uchun lampochkani ixtiro qilguncha bo'lgan vaqtda 99 marta xato qildingiz va oxirgi 100-marta lampochkani ixtiro qildingiz. Ya'ni Thomas Edison aytadi: "Yo'q, men 99 marta xato qilmadim. Men shuni bildimki, 99 xil yo'l bilan aynan lampochkani ixtiro qilib bo'lmas ekan." Demak, o'sha Thomas Edison o'sha urinishlardan mag'lubiyat bo'lmagan, ya'ni o'ziga nisbatan tajriba olganini bildiradi. 5-presupozitsiyamiz har qanday xulq-atvor ijobiy niyatga ega. Ana bu presupozitsiya demak, yaqin insonlar bilan oilaviy nizolarni bartaraf etishga bizga katta yordam beradi. Tasavvur qiling, ota-ona farzand o'rtasidagi munosabatni olaylik. Ota-ona farzandiga misol uchun qattiq gapiradi yoki baqirib biror narsani tushuntiradi. Bu yerda aslida ota-onaning niyati qanaqa? Ijobiy. Chunki u nima qilyapti? O'sha farzandi adashmasin, farzandi to'g'ri yo'lda yursin deb nima qilyapti? Unga qanaqadir qattiq so'zlarni ishlatyapti. Lekin niyat ijobiy. 6-presupozitsiyamiz har bir inson maqsadga erishish uchun unda barcha resurslar mavjud. Mana bu juda kuchli presupozitsiya hisoblanadi. Demak, har birimizni har qanday vaziyatda maqsadimizga erishishimiz uchun o'zimizning shaxsiy resurslarimiz mavjud. Mana men konsultatsiya vaqtida misol uchun bir xil insonlar keladi, men maqsadimga erisha olmayapman, menda imkoniyat yo'q yoki bitta narsani qo'lga kirita olmayapman deydi. Ana o'shanaqa vaziyatda men nima qilaman? O'sha inson bilan, o'sha shaxs bilan birinchi navbatda ishonchli munosabat o'rnataman. Tasavvur qiling deyman, o'sha maqsadga erishish uchun sizda har qanaqa resursingiz bor yoki resursingiz mavjud. Siz bu tushunchaga qanaqa qaraysiz? Degandan keyin inson o'ylashni boshlaydi. Agar raport bo'lsa, o'ylashni boshlaydi. Demak, menda misol uchun diplomim bor, menda misol uchun qanaqadir ko'nikmam bor, men misol uchun qanaqadir tillarni bilaman. Demak, har bir insonda resurs mavjud. Faqat biz uni nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak bo'ladi. Bu presupozitsiyani to'ldirish uchun, yaxshiroq tushunish uchun Milton Eriksonni hayot faoliyatini agar o'rganadigan bo'lsak, juda yaxshi tushunamiz. Chunki Milton Erikson ham o'z davrining yetuk psixoterapevti. Yoshligida kasallikka uchragan. Ya'ni oyoq qo'li ishlamagan. Lekin shunga qaramasdan ham u o'zida kuch topib, o'zining resursini rivojlantirib, o'shanaqa kuchli shaxsga aylangan. Bu qiziqqanlar uchun qo'shimcha ma'lumot. 7-presupozitsiyamiz inson tajribasining barchasi uning nerv sistemasida joylashgan bo'ladi. Obrazlar, tovushlar va hissiyotlar orqali. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bu bizning xotiramiz.
ya'ni bizlari tajribamiz, ya'ni salbiy tajribalar bo'ladimi, ijobiy tajribalar bo'ladimi? Hamma tajriba bizlari xotiramizda, nerv sistemamizda joylashgan bo'ladi. Kimdir aytishi mumkin, biz buni bilamiz-ku. To'g'ri, bilamiz, lekin NLPda yakrlash texnikasi bor. Aynan shu yakrlash texnikasini qo'llashda bu presuppozitsiya o'shani to'ldiradi. Misol uchun tasavvur qiling, siz qanaqadir joyda so'zlamoqchisiz, nutqqa chiqmoqchisiz, o'zingizga qanaqadir ishonch yetishmayapti. Qo'rquv bor sizda, hayajon bor. Ana o'shunaqa vaziyatda biz nima qilamiz? Aynan shu yakrlash texnikasi orqali o'zimizga yoki boshqa bir insonga yordam bera olamiz. Agar misol uchun tushkunlik bo'lsa, uni o'sha tushkunlikdan tez chiqaramiz. Agar misol uchun ma'lum miqdorda qo'rquv bo'lsa, o'sha qo'rquvdan ham olib chiqa olamiz. Oddiy aynan bitta texnika yordamida. 8-presuppozitsiyamiz har qanday vaziyatda inson imkoniyatlardan kelib chiqib to'g'ri tanlov qiladi. Tasavvur qiling, siz hayotingizda ma'lum bitta narsa qaroringizdan afsuslanishni boshladingiz. Yoki men shu ishni bekor qilgan ekanman, boshqa tanlov qilsam bo'lar ekan. Xullas shunaqa. Yoki bo'lmasa, aynan biz yosh oilalar bilan ishlaganimizda, misol uchun men bu qizga uylanmasam bo'lar ekan, yoki men bu yigitga erga chiqmasam bo'lar ekan degan afsuslanish bilan keladi. Yo'q. Bu nimaga bular hozir jahli chiqyapti yoki afsuslanyapti? Ma'lum bitta vaziyatda qanaqadir kelishmovchilik bo'lgan, shu kelishmovchilik natijasida men noto'g'ri qaror qabul qilgan ekanman degan tushunchaga kelyapti. Aslida o'sha vaziyatda ikkala inson ham to'g'ri qaror qabul qilgan. Agar boshqacha qaror qilish imkoniyati bo'lganda, o'sha qilardi. Demak, har qanaqa vaziyatda inson imkoniyatlardan kelib chiqib to'g'ri qaror qabul qiladi. Agar biz bunga ishonadigan bo'lsak, buni o'zimizga agar sindiradigan bo'lsak, nima qiladi? Bizni afsuslardan himoya qiladi. Afsuslanish insonni orqaga tortadi. Yo'q, agar men o'sha vaziyatda to'g'ri qilganman deydigan bo'lsak, bu bizlarga yengillik beradi. 9-presuppozitsiyamiz atrof muhit xavfsiz va imkoniyatlarga to'la. Demak, bir xil insonlarda qanaqadir insonlarga ishonmaslik yoki atrofda imkoniyatlari ko'ra bilmaslik holatlarida juda katta yordam beradi. Mana misol uchun, agar atrof muhit xavfsiz, imkoniyatlarga to'la deydigan bo'lsak, bu tushunchaga agar ishonadigan bo'lsak, haqiqatdan biz nima qilamiz? Imkoniyatlarni ko'rishni boshlaymiz. Agar misol uchun hamma yolg'onchi, atrof muhit notinch deydigan bo'lsak, biz faqat ko'zimiz o'shanaqa yolg'onchi insonlarga tushadi yoki notinch vaziyatlarni ko'ramiz. Chunki bizni e'tiborimiz nimaga qaratgan bo'lsa, o'sha narsani hayot bizlarni ko'zimizga olib kelaveradi. 10-presuppozitsiyamiz shaxs va xulq bu alohida tushuncha. Bu presuppozitsiya bizga nima beradi? Bu presuppozitsiya, ya'ni biz shaxsni uni xulqi bilan tenglashtirishimiz kerak emas. Deylik, bizlarda shunaqa bo'ladi-ku. Agar qanaqadir bitta yomon ish qilib qo'ydik, "Voy, men bu ishni qilibman, men yomon ekanman." Yoki tasavvur qiling, oilada farzandingiz siz aytgan ishni qilmadi. "Sen bu ishni qilmading, sen yomonsan" deydigan bo'lsak, nima qilamiz? Uni biz xulqini shaxsiga tenglashtirib qo'yamiz. Yoki bo'lmasa, "Sen bu ishni qilding, sen yaxshisan." Yo'q. Bitta bu shaxs alohida tushuncha, uni xulqi alohida. O'shani biz ajratib bilishimiz kerak bo'ladi. Agar biz uni xulqiga gapiradigan bo'lsak, u nima bo'ladi? U bizlardan ranjimaydi. Agar biz uni shaxsiyati bilan xulqni aralashtirib oladigan bo'lsak, nima qiladi? O'shanda o'sha inson bilan bizlarda konflikt kelib chiqadi. Buni misol uchun xodim va rahbar o'rtasida ham ko'rishimiz mumkin. Demak, bir xil rahbar nima deydi? "Sen bu ishni qilmading, sen yomonsan." Bu yerda o'sha shaxsiyat bilan uni xulqini biz ajratishimiz kerak bo'ladi. Mana bu qisqacha presuppozitsiyalar haqida edi.
Mavzularimiz shulardan iborat. Xayr, sog' salomat bo'linglar.